Inshaalloh mana shu seyfida ham bir gap bor. Mana shu seyfni ichida nima borligini bilishim kerak. Ha, buva, meni g'iybatimni qilib o'tiribsizmi? Sen qayoqdan paydo bo'lding, ofat? Sizga lagatsiya boraman. O'sha yerga kelavering. Ko'rishamiz. Xo'p bo'ladi. Xo'p. Buvimga g'iybat uchun odam topilibdi-da. Rosa meni yomonlayotgan ekanlar, borsam. Ertalab o'zim olib kelaman. Yo'q. Siz uni uyiga bormaysiz. Ikkinchi qavat o'ng qo'ldagi uy. Bo'ldimi, unda kirib chiqay. Siz izlagan barcha ko'rsatuv va seriallarning to'liq qismlari endi Sevimli YouTube sahifasida. Premyeralarni birinchilardan ko'rib boring. Obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani bosib, hech bir qismni o'tkazib yubormang. Xo'p. Xora Sobir va Nilufarga o'tkir tig'li pichoq bilan shikast yetkazganingizni tan olasizmi? Ataylab qasddan jinoyat sodir qildingizmi? Yo'q. Tasodifan bo'lib qoldi. Tasodifan deng. Tasodifan qo'lingizga pichoq qanaqa qilib kelib qoldi? To'g'ri. Uni juda yomon ko'rardim. Lekin o'ldirish niyatim yo'q edi. Qo'rqitib qo'yaman deb o'ylagandim. Nimaga qo'rqitib qo'ymoqchi bo'ldingiz? Chunki u bizni oilamizni barbod qilyapti. Dadamni ikkinchi ayollari bo'ladi. Ha, unda dadangiz ham jinoyatchilarmi shunda? Bizda ikkita oilali bo'lish taqiqlanadi, xabaringiz yo'qmi? Jinoiy javobgarlik bor. Yo'q, siz noto'g'ri tushundingiz. O'ynashlari demoqchi edim. Ha. Demak, siz otangizni sevgilisini borib pichoqlagansiz, shunaqami? Buni uyushtirgansiz. Xo'sh, kim sizga yordam berdi? Hech kim. O'zim bordim. Oilamizga dadamni zo'rg'a qaytardim. Yana kelib bo'ynlariga osilib oldi. Pichoq ko'tarib borish yaxshi emas. Demak, niyatingiz boshqa bo'lgan. Yaxshiyamki baxtingizga u hali o'lmadi. Balki yashab ketar. Duo qiling. Bo'lmasa ahvolingiz chatoq. To'y bola. Kenaye. Nimaga meni oyimni hamma yomon ko'radi? Bilmadim. Endi men shu yerda yashaymanmi? Biz bilan yashaysiz. Men anu xotindan qo'rqaman. Meni urib beradi. Oyjonni aytyapsizmi? Ha, To'g'risini aytsam, men ham qo'rqaman. Menga ham baqiradilar. Lekin men indamayman. Siz ham indamang, xo'p? xo'p kenaye. Ertaga oyim oldiga olib borasiz. Olib boraman. Yeya qoling. Vahima qilishga asos yo'q. Yaxshi.
Agar Niluga nimadir bo'lsa, Farhodni aniq qamashadi. Farhod qamalsa, men chidolmayman. Mayli opa, rahmat. Xo'p, sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Bu qiz yana bu yerda nima qilyapti? Dilshod aka tashlab ketdilar, dadajon aytgan ekanlar. Oying qani? Yana tashlab ketdimi? Yo'q. Oyim kasalxonadalar. Voy, bechora oyingga nima qildi? Farhod akam pichoq tiqib qoldilar. Nima? Nima deding? Yana qaytar, nima deding? Farhod akam pichoq tiqib qoldilar. Farhod, pichoq. Farhod deydimi? Pichoq deydimi? Telefonim, Farhod. Sodiq Turg'unovich, keling. Tinchlantiruvchi dori. Ha, ana. Ana. Endi vrachga boramiz. Alo. Keldingizmi? Kiravering, biz tayyormiz. Kela qoling. Ana bo'ldi. Keling, tura qoling. Turing. Haydovchi keldi. Keling. Qani? Ana. Ehtiyot bo'ling. Ana, haydovchi ham keldi. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Ko'rdingizmi? Nechida chaqirsam yetib keladi. Sodiqligini qarang. Ko'ramiz qala. Ertaga sen bilan gaplashaman. Xo'p bo'ladi. Yordamlashing. Keling. Yuring. Hozir bir pasda qon bosimingiz tushadi. Hammasi yaxshi bo'ladi. Yuring. Voy bolam, nimaga uxlamayapsan? Yo'q, uyqum kelmayapti. Oyi, siz charchismi? Charchiyman. Ba'zida. Nega dori ichyapsiz? Yuragim mazasi yo'q. Sizni yuragingiz og'rimasin. Siz hali bizga ko'p kerak bo'lasiz. Siz kasal bo'lishingiz kerak emas. Men ham sizlarni yaxshi ko'raman. Yaxshiyam sizlar borsizlar. Bilmadim, bo'lmasa nima qilardim. Sen bu yerda nima qilyapsan? O'g'limiz qani? Ichki ishlarda, tergovda. Agar Farhodga bir nima bo'ladigan bo'lsa, men qarab o'tirmayman. Dunyoga o't qo'yaman, tushundingizmi? Borib uyini yoqib kelaman. Ey Xudoyim, endi hech narsaga qarab o'tirmayman. Jonimga tegib ketdi hammasi. U meni ham bolam. O'sha megajiningizni ko'rishga ko'zim yo'q. Zora o'lib ketsa qutulardik. O'lsa qutulmaysan, tutulasan. Duo qil, tirik qolsan. Nimaga men duo qilishim kerak? Ey ahmoq, o'lsa Farhod qamaladi-ku. Sal miyangni ishlat.
Ancha qon bosimlari oshibdi. Vaqtida olib kelibsizlar. Menimcha qonlari ham quyilib qolgan shekilli. Qon suyultiradigan ham qilib bering. Qonni tekshirmasdan turib, qon suyultiradigan ukol qila olmaymiz. Hozir qizlar kerakli muolajalarni qilishadi. Keyin uyga ketsam bo'ladimi? Avval o'zingizga kelib oling. Keyin holatingizdan kelib chiqib maslahatlashamiz. Mayli, men bora qolay. Xo'p, Xo'p. Hozir kiraman, xo'p? xo'p. Shoshmang. Men sizga gapim bor edi. Xo'p, eshitaman. Xo'jayinimni ahvollari yaxshimi? Ey xudoyim, ha. Doktor. Rostdan xavotirli emasmi? Endi xo'jayiningiz yoshlari ulug'. Hamma narsa bo'lishi mumkin. Hozir qon bosimlarini qizlar tekshirishadi. Keyin muolajalar yozib beramiz shunga qarab. Lekin unaqa qo'rqinchli hech narsa yo'q. Iltimos. 3-4 kun olib qoling. Nima qilyapsiz? Iltimos sizdan. Uyda yotmayaptilar, ishga ketaman deb janjal qiladilar. Menga ularni sog'liqlari kerak. Mayli, siz nimangiz shu. Faqat kassaga to'lovni qilib qo'yasiz. Xo'p bo'ladi. Xo'p, Yaxshi ishlang. rahmat. Rahmat, yaxshi ishlang. Mayli. Xudoga shukr. Maqsadimga erishmasam qo'ymayman. Nima qilib bo'lsa ham 3-4 kun ushlab qolishim kerak. Ofisda qiladigan hali qancha ishim bor. Bu pullar meniki bo'lishi kerak. Xo'jayin. Mehribonim, buguncha shu yerda qoladigan bo'ldingiz. Yo'q, qolmayman. Qolasiz. Uyda maziz qochsa nima qilaman? O'zi sizni zo'rg'a topdim-ku. Yo'qotishni istamayman. Bir o'zingiz uyda nima qilasiz? Katta hovli bo'lsa qo'rqmaysizmi? Men yolg'iz yashashga o'rganib qolganman. Xavotir olmang. Yo'q, sizni yolg'iz tashlab qo'ya olmayman. Voy. Siz bilan ketaman. Voy. Aytdim-ku sizga. Aytdim-ku. Oy. Qani yotib oling. Ishonmayotgan bo'lsangiz, yoningizda qolishim mumkin. Mayli. Unda ehtiyot bo'ling. Boshqasini ko'zim ko'rmaydi. Xo'pmi, Banu? Siz tuzalib oling. Keyin men sizni o'zim olib ketaman. Oyoqqa tursa, Xudo xolasa keyin sayr sayohatga boramiz. Xo'p bo'ladi. Shunday. Men hozir kelaman, xo'p? Bo'pti, boring, Bitta shu menga jonini beryapti. Qolgan hammasi mendan foydalanadi. Yaxshiyam nazokatxon bor ekan. Manzura menga umuman qaramasdi. Necha marta o'ldirishga harakat qildi. Banu. Yaxshiyam sen bor ekansan. Bo'lmasang yolg'izlikdan men ham o'lib ketardim. Nima ishlar qilib yuribsan, o'g'lim? Men sizni u bilan ko'rishni xohlamadim. Nega pichoqlading? O'sha ayolni sizni oldingizda ko'rganimdan keyin miyam o'chib qoldi. Yomon ahvolga tushib qoldim. Bekor qilibsan. Men qilgan ishimdan afsuslanmayman. Men hamma narsani to'g'ri qildim.
Sen qimalsang, men oying ikkalamiz qanday qilib yashaymiz? Shuni o'ylamadingmi? Bo'ldi. Bo'lar ish bo'ldi. Sizlar meni o'ylamanglar. Qanday qilib ota-ona o'z farzandini o'ylamasligi mumkin? Qamoq senga yaxshi joy emas. Seni to'kib qo'yishadi, bolam. Dada, bu yog'iga endi nima bo'lsa, peshonamda ko'raman. O'ylamay ish qilding o'g'lim. O'ylamay. Qo'limdan kelgancha chiqarib olishga harakat qilaman seni. Aslida men ahmoqlik qilganman o'g'lim. Mana ortig'i bilan endi to'lay yuribman. Haliyam uxlamadingizmi oyijon? O'g'limni qamab qo'yishgan, qanday uxlayman? Hech tushunmayman. Yolg'iz o'g'limni boshidan kulfat arimaydi-ya. Bir kasalxonada, bir qamoqxonada. Hammasiga o'sha jodugar aybdor. Kundoshlikni balosi qursin. Hammasi yaxshi bo'ladi oyijon. Necha yildan beri yaxshi bo'ladi deb yashayman. Hech qachon o'zgargani yo'q. Bu ayol bizga tinchlik bermaydi. Bolamga nimadir degani aniq. Bo'lmasa Farhod birovga hech qachon qattiq ozor yetkazadigan bola emas. Boya ishxonada dadajon bilan ko'rib qoluvdik. Yana topishib olishibdimi? Yo'q, menimcha o'zi kelgan. Lekin bu Farhod akamga qattiq ta'sir qildi. Haqiqatni tagiga yetdim. Demak, dadajoningizning yoniga kelib yuribdi. Oyijon, faqat dadajon bilmasinlar. O'zlari ham o'sha ayoldan qutula olmayaptilar shekilli. Urushib, baqirib haydavordilar. Balo bormi ikkinchi xotinni olib? Tinchgina yurganda shu ishlar bo'lmasdi. To'qqizgacha yotadimi odam? Qo'rqitordingiz-ey, oyi. Ishga bormaysanmi? Ishim obeddan keyin-u. Xotining ham uxlayotdimi? Bor uyg'ot. Xo'p. Kulma. Tirjayasan? Lena. Tur oyim chaqiradilar. Mendan nima xohlaydilar? Men bilan nimani gaplashmoqchi? Rядом хотела посидеть. Bilmadim. Yo'q, xohlamayman. Chiqmayman. Kela qol. Идем. Yur. Bo'la qol. Давай. Kel, ko'taraymi? Нет. Yo'q, o'zim. Tur bo'lmasam. Kela qol, yordam beraman. Ay, Осторожно. Ehtiyot bo'l. assalomu alaykum oyijon. Tinchlikmi? Qo'lini ushobsan? Nima yeb qo'yamanmi buni? Yo'q, o'zi.
Xotinni onadan ustun deb bilding-a? Ne unaqa deysiz, oyi? Bilib qo'y. Bolali bo'lsang bolangni qaytishi bor. Shuni ham o'ylagin. Bar, yuz qo'lingni yuv. Yuzini yumasa salom bermaydi. Yurarkan-ku, yetakla yurmasang ham. Yo'q, men uni haydayman. Yo'q, u meni haydaydi. Yo'q. Meni o'ldirib qo'ya qolsin haydagandan ko'ra. Kecha oyimizga sovg'a qilgan bilaguzukni hech ham yechmadilar. Ha, uxlaganda ham qo'llarida edi. Demak, yoqibdi. Hormanglar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nima chizyapsizlar? Mana ko'ring. Mana ko'ring. Mana bir ko'ring. Qani? Oho. Kimning uyi bu? Oyimizniki. Oyimizniki. Ha? Juda ham chiroyli chizibsizlar. Matluba oyingga ko'rsatdinglarmi? Yo'q. Bu uyni Matluba oyinglarga ko'rsatish kerak. Rosa xursand bo'ladi. Ketdik. Qani ketdik. Ko'rsatamiz. Ketdik. Yuringlar. Ma, rahmat. Men qayerdaman? Kasalxonada. Hozirgina jonlantirish bo'limidan chiqdingiz. Hamma yog'im qoqshab ketyapti. Hozir og'riq qoldiruvchi ukol qilib qo'ydim. Birpasda o'tib ketadi. Jonim og'riyapti. Og'riydi-da, opa. Katta operatsiyani boshdan kechirdingiz. Ozmuncha qon quymadingmi? O'zi ham 12 soat deganda o'zingizga keldingiz. Yaxshiyam pochchani bellari baquvvat ekan. Hamma narsani muhayyo qilib berdilar. Qanaqa pochcha? Sizni eringizni aytyapman-da. Bitta bo'yi baland kishi hamma narsani olib kelib berdilar. Hatto restorandan ovqat buyurtma qilib bizni mehmon qildilar. Ha. Rasul akam. Rosa havasimiz keldi. Yaxshi odam ekanlar. Shunaqa. Ketdilarmi? Bilmadim, shu yerda yurgandilar. Men doktorni chaqirishim kerak. Sizni uyg'onishingizni kutib turgandilar. Chaqing. Mazam bo'lmayapti. Xo'p, hozir. O'zinglar ko'rsatasizlar. Ha, biladi. Matluba oyingga. Qani? Matluba? Hozir. Bu yoqqa qaravor. Hozir. Ha. Bu bolalarni senga yana sovg'asi bor ekan. Yana qanaqa sovg'a? Ko'rsatinglar qani sovg'ani? Mana. Voy. Buncha chiroyli. Siz uyingizni chizdik. Voy. Bu yerda
yerda men ham borman-ku. Siz ham borsiz. Ha, men ham borman. Keti bo'lsa, sizga mana shunaqa uy olib beramiz. Juda chiroyli, menga yoqdi. Qani kelinglar-chi. O'zimni erkatoylarim, aqllilarim o'zimni, mehribonlarim. Juda chiroyli. Qani endi rasmni oxirigacha bo'yab qo'yinglar. Ha, mana. Bora qolinglar. Hoppalar. Bo'la qoling. Qani ketdik. Ketdik. Qani, o'tir. Uy sovg'a qilamiz deyishlarini qarang bularni. Rasmga meni ham, sizni ham qo'shganini qarang. Ha, biz allaqachon o'zlarini ota-onalaridek bo'lib qoldik. Uyimiz ancha o'zgardi. Qizimizdan keyin huvillab qolgandi. Farzandni dunyoga keltirgan emas. Uni boqqan, unga qaragan, tarbiya bergan ota-ona ekan. To'g'ri. Bir narsaga hayron qolaman, Matluba. Qanday qilib o'z tuqqan farzandini odamlar axlatga tashlab ketadi. Holbuki shunday ekan, nega boshida o'ylab ko'rmaydi buni? Hayron qolaman. Shunday oilalar borki, tirnoqqa zor. Shunday odamlar bor. Alloh bergan farzandni qadriga yetishmaydi. Astag'firullah. Hayron qolaman. Hali mana ko'rasan. Mana shu Izzat, Ilyos, bular katta bo'lib, hali katta ishlar qilishadi. Ilohim. Ilohim. Alloh bularni bizga bejizga bermagan, Matluba. Qodir. Qodir. Ha, oyi. Men qara. Xotining peshingacha yotmasa, oshxonalarni tozalasin. Xo'p, o'zi qaq ketasiz? Ishim bor. Bitirib kelaman. Menga qara. Men ketgandan keyin yoniga kirib peshingacha uxlama. Ha, uylarni sal u yoq-buyog'iga qaralaring. Yaxshi o'tiringlar. Ehtiyot bo'ling. Bo'ldimi? Ha. Oyim ketdilar. Yur birga choy ichamiz. Давай. Kel, undan ko'ra aylanib kelamiz. No, давай. Mayli. Faqat oyim uzoqroq ketsin. Unda menga shirinlik olib berasan. Olib beraman. Pistalik shirinlik yegim kelyapti. Yaxshi. Bo'pti, olib beraman. Yura qol. Xayriyat, uyg'ondingmi? Sendan xavotir oldim. Rostdan xavotir oldingizmi? Rostdan.
O'g'lingiz nima ish qilganini ko'rdingizmi? Bildim. Ha, yoshlik qilganda. Men u uchun uzr so'rayman sendan. Uzr so'rash bilan qutulib qolmoqchimisiz? Nilufar, iltimos. O'zim yiqilib tushdim degin. Nimaga unaqa deyishim kerak? Bo'lmasa Farhodni qamab qo'yishadi. Hamma qilgan ishiga yarasha jazosini olish kerak. Men bir o'limdan qoldim. Sal qolsa o'lib ketardim. Sen o'lmaysan. Tuzalib yaxshi bo'lib ketasan. O'zim senga qarayman. Bu bilan qutulib qola olmaysiz. Xo'p, nima qilishim kerak yana? Bizni ta'minlab qo'yishingiz kerak. Shuncha yil ta'minladim. Nima shu kamlik qildimi? Uy ham olib berasiz. Bo'lmasam, Nima bo'lmasam? militsiyaga borini aytaman. Meni qasddan o'ldirmoqchi bo'ldi deyman. Kamida 5-6 yilga qamalib ketadi. Seni asl basharangni endi ko'rdim. Pul joningni olsin. Hoy! To'xta! To'xta o'sha yerda. Joyingda to'xta. Qimillama. Ikkalang keyin qayerga ketyapsizlar? Oyi, ketuvdi shekilli. Telefonim qolib ketdi, shunga qaytdim. Savolimga savol bilan javob qaytarma. Qayerga otladilaring? Ya, oyoqlaringiz ishlamay, yotuvdingiz-ku-ya. Ha? Tuzalib qoldimi? Lenani oyog'ini ko'rsatishga ketayotdik. Ya, uxlab yotuvdilaring-ku. Og'rib qoldi-da. Bir pasda doktorga boradigan bo'lib qoldilaringmi? Ha? Shunaqa. O'g'il bo'lib meni aldayapsan-a? Seni boqib katta qilganimga rahmating shumi? Ha? Menga yolg'on gapiryapsan-a? Kir uyga. Hech kim hech qayerga bormaydi. Да хватит Bo'ldi уже. endi, yetar. Не Menga кричите на baqirmang. меня. Не вы Siz меня meni рожали, tug'magansiz, не вы boqib меня katta родили. qilmagansiz. Voy? Voy? Вы меня не Siz брали meni в qullikka рабство. olmagansiz. И зачем Nimaga мне sizdan спрашивать ruxsat свое so'rashimiz kerak? разрешение? Ha, qara. Tili besh qarshi-ku. Meni uyimda turgandan keyin ruxsat so'raysan. Kir ichkariga. Я не буду Men вас sizdan спрашивать ruxsat so'ramayman. разрешение. И я не Sizni пойду uyingizga ham в дом. bormayman. Я буду стоять Mana shu yerda здесь. turaman. Хватит, Yetar endi, устала. charchadim. Сколько можно Sizni терпеть nemis этот qiliqlaringizga yana фашизм? qancha chidashim mumkin? Voy? Voy? Nemis bo'ldimmi? Ha? Nemis bo'ldim endi senga? Ana ko'rsatib qo'yaman nemisni. To'xta. Qayoqqa? Oyoq og'riyapti. Yordam beraman. Bo'pti, telefonimni ham tez olib chiq. Ey, yopishib qolgan. Qanaqa qilib yopishtirib yubordi, hayronman. Meni qanaqaligimni endi ko'rasiz. O'zlariga keldilarmi? Ha, o'ziga keldi. Aqli ham joyida, tili ham biron. Unga jon kirdi. Yaxshi-ku. Qani, qon bosimingizni o'lchab ko'raylik-chi. Muhimi xavf ortda qoldi.
Qon bosimingiz joyida. Og'riqlar yo'qmi? Sal og'riyapti. Og'riq qoldiruvchi ukol qilib qo'yishadi. Og'riqlar o'tib ketadi. Siz turmush o'rtoqlarimidingiz? Dorilarni yozib beraman. Olib kelib bersangiz, muolajani boshlaymiz. Hozir oldingizga kiraman. Xo'p, yaxshi yoting. Rahmat. Bo'ldi. Savdo tugadimi? Kerakli narsalarni aytib bo'ldingmi? Shartlaring tugadimi? Yo'q, hali bor. Yana nima kerak? O'ylab olishim kerak. O'zimga kelay, gaplashamiz. Menga qara, haddingni oshma. Men haddimni bilaman. Bola kerakmi? Shartlarimni qilasiz. Nima balo, xotinni qo'yniga kirib ketdi shekilli. O'zim kirganda allaqachon olib chiqqan bo'lardim. Ha? Qayoqqa? Хватит. Sizdan charchab keldim. Uyimga ketaman. Bemalol, kattagacha. Ketsang ketaver. Menga oyog'i akashang kelin kerak emas. Siz meni shunga majbur qilyapsiz. Oyimga baqirma. Oying har doim shunday janjal chiqarganda sen jim turasan. Sen qanday ersan? Xotiningni tarafini olmaysanmi? Turolmaydi, bildingmi? Turolmaydi. Chunki men onaman. Men tug'ib katta qilganman. Sen kimsan? Ko'chadagi bir maishatli qiz-da. Men sizga nabira tug'ib beraman. Voy. Hamma tug'ib beradi. Men onaman. Ona topilmaydi. Onani kim tug'adi? Onani hech kim tug'ib bera olmaydi. Ну ладно. Mayli. Unda boshqasiga uylantiring, sizga nabira tug'ib beradi. Xudoga shukr. Unday dema. Я пошла. Men ketdim. Oyi, nima qilyapsiz? Nima qilaman? Bu yoqqa o't. Qara. Len. Maymoq qiz kimga kerak? Len emas, Lola. Lola, qaytmagin, xo'p? Unaqa demang, oyi. Yur ichkariga. Yur. Kel. Qaytma. Orqangdan tosh otib boraman. Biram pazandasanda, Zulpa. Bir pasda narsalarni pishirib tashlaysan-a. Sen qilgan ovqatlarni biram yaxshi ko'raman-da. Biram shirin ovqat qilasan. Osh bo'lsin. Bujon, faqat oyim maqtamay, men ham qarashdim. Sen-ku judayam yaxshi pishiriqlarni pishirasan. Ovqatlaring ham shirin bilaman men. Rahmat bolam. Alo, Buvi, menman. nima qilyapsan? Buvi, dadamning mazalari yo'q. Shunga sizga qilayotgandim. Rustamga nima qildi? Bilmayman buvi, yuraklari xuruj chiqib qoldi. Iyi. Voy. O'zidan o'zi qanaqasiga xuruj qiladi? Sen qiz, yuragini yomon qilgansan. Hey, doktor chaqirtirdingmi? Chaqirdim. Sizsiz bormayman deyaptilar. Voy, o'lmasam nimaga bormas ekan, a? Nima bo'pti? Men hoziroq boraman. Buvi, mashina yuborganman. Tezroq keling, ahvollari og'ir. Xo'p, boraman. Dadangga yaxshilab qarab turgin. Nima bo'pti, tinchlikmi? Rustamning mazasi yo'q ekan. Borishim kerak men.
Qani, narsalarni. Voy xudoyim ey. Hop, o'ting. Ehtiyot bo'ling bujon. O'ting oyi, o'ting. Ana qani obke. Nimamni qani? Ya, ko'rdingmi? Yo, ko'rdingmi? Menga baqirganini eshitdingmi? Eshitdim oyi. Ertaga qarigan chog'imda shu kelin bilan o'tiramanmi? Xor bo'lib ketamanmi? Yo, bir qoshiq shirin ovqat qilishni bilmasa, salom berishni bilmasa, meni yalmog'izdan olib bir baloga solsa. Qariganimda shu ko'rgulikni ko'raman deb o'ylamagandim. Oyi, qo'ying. U ham o'zicha haq. To'g'risini shartda gapiradi, qo'yadi, bo'ldi. Birpas turib esdan chiqib ketadi. Menga to'g'risini gapirmasin. Yolg'on gapirsa ham shirin gapirsin. Bildingmi? Shirin gapirsin. Mana shunda o'g'lim berib qo'yman. Oyi, u o'zbek emas. Shu. Boshqa muhitda katta bo'lgan. Yolg'on gapirib sizni ko'yingizga olamaydi. Bildi qil. Jon bo'lim. Aqlingni yig'. Agar ona kerak bo'lsa, o'sha uyga qaytib chiqmaysan. Xo'p, oyi. O'ylab ko'raman. Sen o'ylama. Agar yalib olib chiqsang, seni aslo kechirmayman. Yana nima bo'ldi? Nima bo'ldi? Nega yig'layapsan? Он меня не U meni hech qachon himoya qilmaydi. Сделал так, Xuddi oyisi как aytganidek. сказала его мать. Xo'p, endi nima qilasan? Axir uning oyisi u. Hech qaysi o'g'il onasining gapini qaytara olmaydi. Говорит, Agar мать не oyisi найдёшь, aytsa, а жену можно boshqasiga найти uylanish ham другую. mumkinmi? Если не я, так Va o'sha другая boshqasi его unga родит. tug'ib ham Что это beradi. значит? Nima, men Я hech kim никто? emasmanmi? Они хотя U бы hatto ребёнка bolani ham не o'ylamayapti. Qizim, ular hech narsani o'ylamaydi. Sen o'zingni o'ylashing kerak. Mama, Oyjon, я знаю, qaynonam она meni свекровь. qabul qilmayapti. Она Lekin мужа. nimaga Почему erim он не meni смог himoya меня qilmaydi? защитить? Ну почему? Nima uchun, Ему Oyjon? так тяжело? Axir men uni xotiniman-ku. Что ли было? Bo'ldi qizim. Xafa bo'lma. U albatta seni yoningga qaytib keladi. Axir u seni ering. Yo'q. В этот Men bu раз safar я uni его не kechirmayman. смогу простить. Qizalog'im, unday dema. Я Men на undan него juda ham обиделась. qattiq xafa bo'ldim. Она U просто ayol не shunchaki хочет o'g'lini отпускать qo'yib yuborishni сына. xohlamaydi. Вот и всё. Bor gap shu. Тогда пусть забирает своего сына Unda и o'g'li сидит bilan с ним. birga yashab o'tiraversin. Rustam? खंडोरी गुलमर्ग खंडोरी गुलमर्ग में काफी गर्म दीदी के लिए वाह मस्त fish. Coffee or not?
मस्त ठंड है स्नो को ऐसे स्प्रेड करो दौड़ते हुए जाओ दौड़ते हुए दौड़ते जाना ये क्या अंदर पहुंच चली जाना वापिस वापिस जाना कैसे बैटरी ये भारत देश का संपद है ये झाड़ा ये कश्मीर विलो बैट्स ये बोट्स इससे बनाते हैं विलो ट्री है क्या हाँ फाइटर से This is a proud of Indians. That's why our army is fighting like anything for our land. LOC, line of control. देखिए कश्मीरी बैट्स बनते हैं cost 3,000 to 5,000 बोर्ड्स का भी कहानी सेम है इसका पेंट निकालते पेंट निकालने के बाद पानी में आसपास एक 9 महीना ऐसे डुबा के अंदर डुबा के रखते हैं उसका बाद में निकल के बोट बनता है उसका बाद में उसको 200 years उसको उसका जन का बाजू के रहता है जेलर फिल्म में रजनीकांत देखे जेलर फिल्म में वर्त वर्मा वर्त है बैठा है इसे
नहीं हो रहा, खत्म हो जा रहा। लोग ये आटा कटा बैठे। मैं निकलूंगा 4 Get ready. Watch my videos. Watch my status. Last chapter by transparent Finally enjoyed a lot. बुलंद बाजू के रहता है जेलर फिल्म में रजनीकांत। देखे जेलर फिल्म में वर्त वर्मा वर्त है। एक बैठा है इस
मौसम खराब हो रहा जींस पैंट पूरा ठंडा हो गया फेस मिरर बहुत क्लियर दिखा रहा है फोकस इधर है देख अच्छा है ऊपर देखो जी ऐसा फोकस नहीं कर रहा है ऊपर रख लीजिए फोकस अच्छा हाँ यहाँ से फोकस कर रहा है अरे बाप रे वाओ ये क्या बोलते फेस्टिव को क्या नाम था इसका Going 17,000 feet. 14. कितना 14 है 17 ना बाइक में 14 है ना Hello. Hello.
Musam karabai oldu. Minus 10 heavy. Oh my god. Wow. Oh. Clouds. Clouds. Like some mountains. Wow. इसको कहते हैं कुछ नाम लिखा है पर्वत पर्वत Everyone is encouraging. Hi, hello, भैया हाय बोल दीजिए, मैडम हाय बोल दीजिए, भैया आप पे हाय बोल दीजिए। भाई भी हैदराबाद, मैं भी हैदराबाद जी। हैदराबाद में कहाँ से? महिलाबाद। फेज 1 खत्म हो गया हम लोग का, फेज 2 में जा रहे हैं अभी। Something calorie na gurum na maspatri किस की हो देख लो। चाय भेजना वाला, चाय भेज रहे थे। चॉकलेट खा रहे, चॉकलेट को भाई को खिला रहा हूँ मैं। मैं खा रहा हूँ। बहुत लेवल का मैं भाई साहब। Finally, dream completed. Anna mundu yudana.
जल्दी Uday Bhai, the best. Anas Bhai is the best. Is encouraging. Hi, hello, भैया आए बोल दीजिए मैडम आए बोल दीजिए भैया आप पे आए बोल दीजिए भाई भी हैदराबाद मैं भी हैदराबाद जी हैदराबाद में कहाँ से महिलाबाद पाव रखे तो इतना अंदर जा कितना अंदर चलेगा पाँव And we are from Kolkata, West Bengal. और यहाँ पे आए हैं बहुत इंजॉय किया है बहुत अच्छा लगा है and he's a very nice person. Thank you. We talk a lot and thank you so much. Thank you. Good name. Good name. Gaurav. My good name is Gaurav. Gaurav here works in the Air Force. Ma'am is a teacher. Yes. Nice to meet you guys. My name is Anas. Nice to meet Anas. you too. He is studying BTech. Bye bye. See you. Take care. Khanduri. आ गया खंगोरी बर्फ देखो कितना गए भाई लंबा है ये लंबा नट कम रील बना रहे हैं
हाँ आद्या देख बेटा आई दिल्ली Yes, process. Nice to meet you, ma'am. Same here. I'm Blake Kumar from Hyderabad. Nice to meet you. Whenever you come to Hyderabad, you can come to my home. Yes, sure. Like you're always exploring. Yeah, it's exploring. Yes, yes. Very good, ma'am. Very good. Gemma, you're missing there. To make some सांस का थोड़ा दिक्कत हो रही है एकदम बर्फ नेक्स्ट फेज टू जाने का 70,000 फीट है बर्फ टच करे तो बाद में गौस पिना भी नहीं हो रहा इतना ठंडी है एक बार बर्फ टच किया ठंडी जा रहे नहीं मजा है जरूरत नहीं है आप हाथ लो लोग पूरा सिगरेट पीले मैं तो कुछ नहीं पी रहा और फिर में आ रहा चले जाएंगे सलाना ये थोड़ा पाँव फिसलेंगे ना चले जाएंगे स्केटिंग इतना दिक्कत है -14 -14 degrees.
लोग पूरा सिगरेट पिए, मैं तो कुछ नहीं पी रहा और फिर मेरा मजा है। कितना गए वे लंबा है, लंबा नट कम। तो कितना अंदर जा रहा ना कितना अंदर चले गए पाँव। क्या जरूर हो जाएगा। जींस पैंट पूरा ठंडा हो गया। रील बना रहे काय? हाँ आद्या देख बेटा लास्ट my transparent Finally enjoyed a lot.
कुत्ता खेला है कैसे जीते दर क्या है पता नहीं Yeah, thank you, Christ. $75. Nako. इधर पावर तो चले जा रहा रखो